Dunyoda hamma yomon ko'rsin sizni. Agar Alloh yaxshi ko'rsa, bo'ladi, yomon ko'rgani hech narsa emas. Birodar, jamiyatda ehtimol o'rningiz katta emasdir. Faqirdirsiz, quvvatingiz yo'qdir, husndor emasdirsiz, ehtimol hech kim tanimas. Bir joyda borligingizni ham, yo'qligingizni ham odamlar ehtimol sezmas, ammo Alloh va payg'ambari yaxshi ko'rgan bo'lsa, birodar, ikki dunyoda saodatga erishishingiz aniq. Qiyomat kunida birodar, podshohlar maqomida martabasida bo'lasiz. Bitta sharti bor. Alloh va Rasuli sizni yaxshi ko'rsa. Mayli odamlar qadrimizga yetmasa, mayli odamlar bilmasa bizni, muhimi Alloh yaxshi ko'rsin. Endi Allohni yaxshi ko'rishi nimaga bog'liq? Kitob va sunnatga muvofiq yashasak. Alloh va payg'ambarning muhabbati bizga yetadi qachon? Hayotdagi g'amimiz Allohning roziligi bo'lsa. Odamlarning qo'ygan o'lchovlarini ado qilaman deb, odamlar chizib qo'ygan chiziqqa yetaman deb, anaqa uy solaman, manaqa mashina minaman deb dunyoni g'am qilib olmasdan Allohni rozi qilishlik birinchi o'rinda g'amimiz bo'lsa va shunga intilib harakat qilsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi, ikki dunyoda biz yutkazmaymiz. Biz unutib qo'yamiz, birodarlar. Doim nimani unutib qo'yamiz? Rabboniy miqyosni, ilohiy o'lchovni. Birimiz ikkinchimizni qadr qiymatimizni belgilayotganda dunyoda narsalar bilan o'lchaydigan bo'lib ketganmiz. Ilohiy o'lchov nima edi? Inna akramakum indallohi atqakum. Hujurat surasida Alloh taolo aytadi, sizlarni Allohning huzurida hurmati balandrog'inglar, taqvodorrog'inglar, Allohdan ko'proq qo'rqib yashaydiganinglar. Pul demadi, qarang. Quvvat demadi, millat demadi, mansab demadi. Nima dedi? Allohdan ko'proq qo'rqib yashaydiganing men uchun hurmatli deyapti. Shuning uchun bizga Alloh azza va jallani muhabbati, Alloh taoloni berayotgan hurmat e'tibori bo'lsin.